Bugun siz bilan uydan chiqmasdan turib yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish tartibini ko'rib chiqamiz. Dastavval my.gov.uz asosiy sahifasidagi qidiruv satriga yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish deb yozing va tegishli xizmatdan foydalanishni boshlang. Agar nomingizdagi uyga o'zingizni ro'yxatga qo'ymoqchi bo'lsangiz, o'zimni ro'yxatga qo'yaman bandini tanlang. Oila a'zolaringiz yoki begona shaxslarni ro'yxatga qo'ymoqchi bo'lsangiz, boshqa shaxslarni ro'yxatga qo'yamanni belgilang. Voyaga yetmagan farzandlaringiz bo'lsa, voyaga yetmagan farzandlarimni ro'yxatga qo'yaman bandini tanlang. Bordi-yu, mulk egasi bo'lmay turib, yashash joyingizga voyaga yetmagan farzandingizni ro'yxatga qo'ymoqchi bo'lsangiz, mazkur bandni tanlaysiz. Biz boshqa shaxslarni ro'yxatga qo'yaman bandini ko'rib chiqamiz. Bu o'rinda o'z nomingizdagi va ro'yxatga qo'ymoqchi bo'lgan uyingizni ko'rsatib, manzil ma'lumotlarini kiriting. Shuningdek, ro'yxatga turuvchi shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami hamda telefon raqamini yozing. Endi yuz orqali shaxsni tasdiqlash talab etiladi. Mulk egasi MyID ilovasi orqali QR kodni skanerlab, rozilik bergach, ro'yxatga turmoqchi bo'lgan fuqaroga xabarnoma boradi. Navbatdagi jarayonni ro'yxatga turuvchi shaxs davom ettiradi. U o'z profiliga kiradi va yashash joyiga doimiy ro'yxatga turishni tasdiqlash xizmatidan foydalanadi. Bunda ariza raqami avtomatik ravishda shakllanadi. Ro'yxatga turuvchi shaxs ham MyID orqali QR kodni skanerlab, jarayonni tasdiqlaydi. Yakunida ariza siz, ya'ni ro'yxatga qo'yuvchi shaxs tomonidan yuboriladi va sizga to'lov uchun invoice shakllanadi. To'lov amalga oshirilgach, ariza bir ish kuni ichida mas'ul tashkilot tomonidan ko'rib chiqiladi. my.gov.uz bilan vaqtingizni va naqdingizni tejang.